Assalomu alaykum, qadrdonlar. Yana bitta klientimiz Andijondan kelishdi, Andijonning Qorasuvidan. Yana bizda ikkita mishalkamizni xarid qildilar. Birinchi olgan mishalkalaringizga necha yil bo'ldi? 3 yil bo'ldi. 3 yil bo'ldi. Qalay ishladi? Mishalka ko'z tegmasin zo'r ishladi. 3 yildan beri zo'r ishlagancha yana keldik qayta. O'ta go'zal ishlayapti. Mana bu mishalkadan sizlardan 6 ta oldim. Buni poddelkasini 4 dona oldim, ular yaxshi chiqmadi. Keyin yana aylanib yana o'zingizlarga keldim to'g'risi. Nariga arzon mishalkalarga uchmanglar. Bu mishalka haqiqatan go'zal ekan mana. Zapchaslari o'zim mishalkamga o'ldi, sirasi birinchi o'tirsa qilib berdi mana. Ertaman keldim, ishim bitib ketyapman mana. Qadrdonlar, bizdan olgan mishalkalaringizga yana qandaydir bir nosozlik, qandaydir buzilish bo'lsa, yillar o'tib biz yana tezda ishlaringizni bitirib, chiroyli qilib, xursand qilib chiqaraveramiz, xudo xolasa. Hammalaringga rahmat, salomat bo'linglar.